Assalomu alaykum aziz birodarlar. Meni kompyuterimda mana shu xitoyliklar ekkan paxtani videosi qolib ketgan ekan. Bu o'sha men ekmoqchi bo'lgan paxtani navi. 76 santimetrga 4 qator qilib 76 ga 10 deb qo'yar ekan. Plyonka ostiga olib ekilgani. Shuni olgan edim. Shuni topolmay yurgandim. Kompyuterda qolgan ekan, topdim. Ular bilan xuddi shu urug'dan olib kelib ek berasan deb kelishim tuzib dogovor qildik. Ular bahorda 2 gektarga ekib bermoqchi. Tomchilatib sug'orish sistemasini qo'ymaydi. Shunchaki agatda olib qo'yib turib sug'orsa bo'lar ekan. Lekin ular ochilganda termaysan, to hammasi ochilib bo'lganda terasan dedi. Lekin buni bir tarafi bor ekan. Tomchilatib sug'organda har 10 kunda sug'orar ekan. 10 kunga qolmay. Biz endi har 10 kunda suv topib tomchilatmasdan agatlardan sug'ora olamizmi yo'qmi bilmayman. Shunga harakat qilamiz. Tomchilatib sug'orish sistemasini qo'ymoqchi bo'lsak 10-15 ming dollar ketib qolar ekan. Lekin o'zini oqlar ekan, lekin o'sha dollar o'shancha summa mablag' yo'qligidan bizni paxta maydonimiz, ekadigan paxta maydonimiz daryoga yaqin, sug'orib tursak ham bo'ladi, ammo 10 kungacha bir hafta 8 kun 10 kun ichida sug'orilib turilishi kerak ekan. Men harakat qilaman dedim. Mana shuni. Shunda mana shu 7-8 olsa bo'ladi deydi. Mana shu paxtani terganda xitoyliklar 8 tonnadan oshiqroq olgan edi. Buni navi 66-78 mi shunday edi. Eslolmayman, lekin xuddi shu urug'dan topib olib kelib bizga ko'rsatib ek beramiz dedi. Xitoydan olib keladigan bo'ldi. Bahorda aprel oylarida xudo xolasa 2 gektar yerga 76 ga 10 qilib shunday qilib ekmoqchimiz. Xudo xolasa ko'ramiz qancha hosil oladi. Biz endi 7-8 olmasak ham 4-5 olsak ham juda katta hosil olgan bo'lamiz. Shunga harakat qilamiz. Lekin 6-7 ga sentnerdan olishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Bu xitoylik dehqonlar bilan suhbatlashganda aytishdi. Bu paxtadan Qirg'izistonda ko'pchilik foyda bo'lmayapti, bankrot bo'lyapti deydi. Bu noto'g'ri fikr deydi. Hosildorlikni ko'p olsangiz, arzon bo'lsa ham sotsangiz oqlaydi deb shularni nima qildi? Noto'g'ri fikr dedi. Bular o'zlari arendaga yerda oladi, keladi, yerda olib, hamma xarajatni o'zlari qilib, yana bizga sotib foyda qilib ketadi. O'sha Qirg'izistonda necha pul bo'lsa, qancha narxda bo'lsa, shuncha narxda sotishadi. Sal ozroq ham sotishadi, lekin foyda qilib ketishadi. Shunga men ko'raychi demoqchiman. Bizda endi hosildorlik qanday bo'ladi ko'ramiz. Oddiy agatni sug'orib qilamiz. Agar patplyonka bo'ladigan bo'lsa, kultivator ham solishga to'g'ri keladi.
agatlar qatib ketadi albatta. Shunda kultivator ham 1-2 marta solamiz chamasi. Ochilguncha. Ochilgandan keyin kultivator to'xtatamiz. Hosildorlik yaxshi bo'lsa, bu haqda yana ma'lumot beramiz obunachilarimizga. Salomat bo'lasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmaysizlar degan niyatdamiz. Like tugmasini bosing. Shunda bu videoni ko'proq odam ko'radi. Obuna bo'lishni unutmang.